Farzandingizni yuqori temperaturada to'satdan tutqanoq tutib qolganda, men aytganlarimni qilsangiz, aniq hayotini saqlab qolasiz. Birinchi navbatda o'zingizni bosing, harakatlaringizni nazorat qiling. Bu holat o'rtacha 3-5 daqiqa davom etadi. Ikkinchisi, bolani barcha kiyimlari yechiladi, pamperslari ham yechiladi va nafas yo'llarini toza tutish uchun yonboshlatiladi. Uchinchisi, bolaga shikast berish mumkin bo'lgan narsalarni atrofdan olib tashlang. Keyingisi, bolani nafas olishini kuzating va kontrol qilib turing. Keyingisi, bolani tili ketyapti deb og'ziga har qanday qattiq jismni tiqishga urinmang, chunki tishlar, tillar va nafas olish yo'llari zarar yetishi mumkin. Va eng asosiysi, bola o'ziga kelgandan so'ng bolani zudlik bilan isitmasini tushirishga harakat qiling. Bunda tabletka, siroplardan berish mumkin emas, svechalardan foydalanish tavsiya etiladi. Eslatma, agar bu holat 3-5 daqiqadan ortiq sodir bo'layotgan bo'lsa, zudlik bilan mahalliy pediatringiz va albatta babysitter shifoxonasiga murojaat qilishingiz so'raladi. Foydali maslahatlarimiz hali oldinda. Bizni kuzatishda davom eting.